Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Havo shundoq yaxshi. Huzuringizga sunmoqchi bo'lganim Adil Tunyazning Qashqardagi yer shari nomli dastoni. Qashqardagi yer shari. Temining o'zila odamni o'zgacha jalb qiladi. Shundaqmi? Xo'sh, oldi bilan o'qib beray. Qashqardagi yer shari. Dastondan parcha. Adil Tunyaz. Qushlar. Vatansiz qushlar. Fasllarga vatan deb yig'lar. Sarson shamol ko'tirib yurar g'azingini o'z vatanini. G'ayriblikdak egiz bina. Qo'shni uydagi odam. Tam. Ikkinchi qitimliq o'rib odat. To'y. Natonish dafn murosimi. Qushlarning yeshi. Aynak g'ayribliq. Qo'l yetmas ishik. Karvat. Qashqan uyqu. Uchuq derazadagi appoq sanqilab turgan vatanning muzlagan qo'li. G'am to'lgan kuldan aeroplan, dengiz, qushlarning yeshi hamma yerda yot odam. Mayli tur Parijning go'zali bilan yanala o'zingning emasdek kulkan. Aslaysan nam qilib qo'lyaqliqingni. Vatanda dardingmi o'zingning dardi. Vatanda yig'omu o'z tiling bilan. Millioner bo'lib ketgan baribir yerlik qalandar oldida bir kapangmi yo'q. Har kim baqalaydi ko'zingga so'g'uq. Mayli sen sharob ich oltin qadahda. Bir ko'pik chiqsala ustiga laylab o'qisang yezilgan vatan degan xat. Berlin osminida ko'rsan harkash. Jimiki yulduzdan Uyg'ur ko'zini. Muqaddas buvi Maryam cherkovi ko'rinar sen o'sgan tor ko'chadagi kichik bir masjiddak Uyg'uring salqin. Haj qilib Makkaga borsang mubodo. To'ylar yurtingda qolgandek xudo. Mubodo do'zaxda bo'lsimi vatan. Mangu bir muhojir jannatga musan. Vatan, vatan. Chiroyliqdir hamma narsasi. Chiroyliqdir uning qayg'usimi ham. Guhardir, olmudir, xushpuroq guldir. Vatan dolisida ko'rgan to'ng tezak. Aysodir, Musodir yurtning odami. Yot yurtda tuqqanmi tuyulmas do'stak. Vatanda bir natonish bola yugurib o'tgan bo'lsa oldingdan. 100 yildami chiqmas yodingdan. Tillab salgan bo'lsa ilgari o'z elingda, o'z tilingda o'z. Topolmaysan dunyoda hozir shu tildinmi go'zalroq bir so'z. She'rini o'qisang ba'zan gazetlardan poj yoki tagurning tetimaydi sana u qilcha.
Öz yurtыңда айтқан қошақчы. Uzatqanda Əzrail bir gün, dəst tizib ölüm gülüdün. Sən özüngə toquysan kepen. Vətəndəki xiyallar bilən, yat tupraqqa kömülgəndisən. Kömülüdü qalbingə vətən. Seyğinğanda Qashqarni, çət əldəki hər bir muhacir, şundaq yazar, xət yazsı axır. Çəksiz nur. Qashqardagi ayollar, Qashqardagi ərlərinin düşü. Topının nuru, qanatların nur, köləngən nuru, yopurmaqın nur, avazın nur, xuşpurqın nur. Barça ərlər çəksiz sozulğan qapqaranğı tağ cılğısıdır. Qashqar goya ormanlıq. Səhər senin izin əməsmi? Uyğu çöksən xiyalın gugum, tün keçiləri çeçin əməsmi? Anladıdı xilvət tenindin, şıldirlişi bulaq suyinin. Tenin munbət ekinzar goya, gül içilğan putların ara. Sen bolasan kiçik almalıq, sen goya ki süzük muzika. Sen ərişdin düşkən pərişdə, sen uyquğa ketken vaqtda. Sen goya ki bir tal çömölə, mənisi yox xət yazıb yürgən. Sen goya ki namsız çığır yol, ərlər daim eziqib yürgən. Ayal, ər və kəşdiki karvan, yenik, pinhan çilinğan bədən, upramassaz, məsxuş muzika. Yalanaş, nomuscan xiyal. Özünü yoqatqan dünya. Nəri tartqan qılçılıq ərlər, qan içəgə yıqılar bir-bir. Qol bolumuz asta bək asta. O bir ayal, mulayim qatil. Ər ölüdü, neyran biləlla. Ayal, ayal. Ayal, ayal, yollarda ayal. Əbədilik nurlarda ayal. Bu aləmnin qeyripliqidin, qutuluşqa tapalmay amal. Sana muhtaç buldum, ayal. Bir cüp güzel altın kəşni mən, kömüp qoydum şiirlərimğa. Və altından yasab bir kişən, kömüp qoydum şiirlərimğa. Qeyripliqnin soğuq nurları, çaqnatmaqda meni xanəmdə. Cimcitlik. Sen bek iğir kız, muzlağan tenim. Resimdeki ayal çolpanның kiyimleri nepis, bek nepis. Tosattılla midirlap tamda yeşivetti bağırdıqını. Andın asta bir oğul bala qoş qoladı sıqımdap, hiç kişidin qılmastın haya, anısını əmməkdə taza. Çəksiz ayal, yat mədəniyyət, işiksiz koça. Monçidiki qızның yotisi, nur çaçıdı ərlər şəhriyi. Sansızlığan izimiz qaldı. Talay kəşdə aşı koçada. Verdim güzel köp sükütlərini, Berli sözünü vermedim emma. Yok tuyular ya ki sen ya men. Xiyal değmen işengüm gelmey. İkimizdin birsimiz cezmen. Xiyallarım sen hakkıdaki pare sunğan eynektir. Avazın bar
yo'qdir hech nimang, bor faqatla tala nur. Ko'zingda liq bir ko'za suv bor. Qiyinib ichib bo'libla cheqivatgum keladi darhol. Bor seningda nozuk bir yurak, takchidiki canan chinidek. Deyman, hech kim takkuzmusun qo'l. U chiniga meningdan bo'lak. Sen men uchun bir parcha she'r. Izdayman uningdan fikr. Bor faqatla tatliq hissiyot. Qashqardagi ayollar erlar qurgan davlatda yashar. Yo'q mustaqil podshohligi. Tushirdi taxtdan ular va shoh qilar xolisi seni. Bergen çağda ular hissiyat, aylanıdı erler şairga. Erişidu Nobelga hatta. Eğer ular qılmısı insap, aylanıdı aqıl saranqa. Kirdi öyge argın muallim. Çayga o'xshash issiq bir ayol elib kirdi piyolada choy. Qaytdi uyga kavobchi yigit. Og'ichisi chiqib xushchiray qo'llariga so'ydi emishib. Roman yazar yozg'uchi Ahdam originalni ratlab xonimi ko'chirdi yanda pam bilan. Hasratlansa tarixchi bovay mo'miyemu chekar birga ham. Ko'cha, yana bir ko'cha. Bir to'p ayol tushgan parang'a. Angladimi? Chiroyli qo'shnam, gullik, nipis qog'ozdek ishdan Anqarada bo'ptimish moda. Qizning qishi sholongmi nima? Bordilimi oqshomqi to'yga? Chechen degan ashu ahmaq haq. Tanga singan nenini yemay urush qipti deydi yaqinda. Chiqmabdi san'atchi qizga. G'amkin shoir yollaydi salom. Butkul Qashqar go'zallariga. Hetgohda non tilab yurgan yuzi tarix miskin mo'mayga. Lampungchiga, oshpaz ayolga, o'pki hesib sotquchilarga. Uyg'ur shifoxonasining ayollar bo'limidagi har bir bemorga. To'pi basqan yo'llarda ketayotgan 4 faslning bog'chisi bo'lmish go'zal badallik qiz juvallarga. Salom berar O'rta Osiyo. Salom yo'llar bepoyon dunyo. Qashqardagi qiz ayollarga. Mapa va shahar. Oq qoshqiliq otning ko'ziga cho'kib ketdi quyoshliq shahar. Odam va olam yoritudi o'z tarixini eqib ketgan yulduzga qadar. Yer sharining bir burchigida nurlanmoqda qadimiy Qashqar. Tamam. Qashqardagi yer shari nomliqqa bu gunga shaklda yozilgan doston ayni chog'da vatanda nihoyatda zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan nurg'un adiblar, shoirlar bu dostonga nihoyatda yuqori baho berib, Uyg'ur she'rchiligidagi yangi bir palla deb maqtagan bo'lsa, yana ba'zi adiblar oldi bilan shu she'rninki temasi haqida, dostonning temasi, ya'ni Qashqardagi yer shari deyishning o'zi to'g'ri emas, bu bir xil jug'rafiyalik xato nom bo'lgan deb tanqid qilgan ahvollar bo'lgan. Qashqardagi yer shari nomli bu
Gunga şeir şeklinde yazılgan dastan əməliyyatda xeylilam uzun. Bu faqat Qashqardagi yer shari degan she'rlar to'plamiga kirgizilgan qism bo'lg'achqa men dal shu parchani ayirib o'qib berdim. Amaliyotda bu she'rni men ilgari o'qib baxmagan. Emin Tursun akaning shoir va she'r degan kitobida dal mushu Uyg'ur she'rchiligidagi gunga she'rlari haqida biroz mulohizlar ilib berilgan bir asar bor. Shuningdan oldi bilan Qashqardagi yer shari degan bu tema meni o'ziga alayda jalb qildi. Amaliyotda gapning ochiqni aytsam, gunga she'rlarini men toza yaxshi tushunib ketmayman. Shunga Emin Tursun aka maqtagan alohida tilga ilib analiz qilgan she'r bo'lgandan keyin bir o'qib baqay deb izlab tepib o'qidim. Haqiqatan yoqtirdim. Demak, gunga she'rlardimi ma'lum bir ideya, bir markaziy ideya, bir liniya bo'yicha garchi ancha-muncha shoxlab ketsa-mu, yana shu markaziy ideyani bo'ylab davom etgan vaqtida tushunalayotganman deb o'zimdan shundoq xush bo'ldim. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi asar o'qishimiz mushagacha bo'lsin. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Oxirida hozirlarga qisqa bir sinni sunaman. U bo'lsa-mu o'tganda Verkoran degan tog'liq kentda yayloqda, ya'ni tuzlanlikda yaylayotgan qo'ylarni tog' ustidagi yayloqqa yo'tkaydigan vaqtda topgan ko'rinishlar shunda qiziqarli. Ma'qul amsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr, xush. Je veux être vraiment l'idée comme une et ma vie pas pour le faux dans cette tourelle avec des gigolos. Moi je veux être perdu, swingé comme une tribu. Changer pour tu un jour peut-être. Pourquoi t'as pas commencé à travailler? Pas parce que j'ai pas encore regardé. C'est quoi cette plaine là-bas?
C'est la montée qu'ils ont fait. Mais non, il y a ma belle-fille, je pense qu'il va arriver. Tu sais, les mecs, C'est pas là, c'est pas là. Lui, il y va, lui, c'est bon. C'est un chef. Oh là là. Tu sais, quand on discute comme un mouton. tu vois, celle-là, elle ressemble à ça. Ça fait pas des petits Ça cloche, chef. Isa, ça suffit, ça suffit. Allez, allez. Il y a ceux qui courent en haut. Il y en a un là-bas aussi. Il y a plus un bateau. Non, justement, c'est pour garder le troupeau, les chiens. Les chiens, c'est ceux qui gardent le troupeau. C'est comme pour pas qu'ils partent, c'est les gardiens. Ah, les autres chiens. Oui, parce que c'est que ceux-là qui peuvent venir. Tu vois, c'est ça les gardiens. C'est ceux-là. C'est les gardiens des moutons. Ils sont copains avec les moutons. Eux, ils les surveillent. Tu organises, tu vois les choses complètement différemment.
j'étais invitée à une grosse fête, je sais pas où, bah, les gens. Après ça, c'est pas toujours Pourquoi? Parce que t'as des gens qui sont venus par voiture, qui vont aller, je sais pas où, percher dans une fête. Balade, Alors pourquoi t'as visité avant et c'est pas électrique? Je pense qu'il n'y a pas eu la décharge qui a réussi à t'attendre. celui qui voulait pas monter. Ouais, mais elle fait quoi? Elle fait quoi? Il faut pas faire du roseau, faut pas les abattre. Faut pas les abattre, les tombes. Bien. Tu as regardé l'autre aussi? Oui, oui, oui. Ah, ne veut pas, il veut pas. Ah là 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 là. Waouh. Superbe. Bon, moi je descends. Hein. Ouais, ouais. Mais plus faire que je m'offre. Camille, ¿te metemos aquí para que te corten el pelo? Et vous le mettre dedans. C'est ça. Vous le mettre dedans. Camille, ¿te cortamos el pelo aquí o no? Papá, son fuertes esos señores. Son fuertes esos señores. Tiens, mais au final, il manquait Baptiste et Yann. Waouh. Bravo. Ah, ah c'est ton tour là. Oh. Ah oui. Waouh. Waouh. Oh bah oui. Oh bah oui.
Waouh. Bravo. Oh là là, bravo. Ah là là. Il y a pas de qui change de